Hammaga salom, sizlar bilan Lapar Muxa. Bugun Telegram botlarini qanday ishlatishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng foydali botlarni ham aytib o'taman. Qani bo'lmasam ketdik. O'zi Telegram bot nima? Telegram boti bu avtomatik javob beradigan dastur. Bu asosan administratorlarga yoki bir kanal katta asoschilarga kerak bo'ladi. Sotib olish, sotish, shunaqa narsalarga kerak bo'ladi. U sizga 24 ga 7 yordam bera oladi. Hech qachon charchamaydi. Xo'p, botlarni qanday topamiz desanglar, Telegramga kirasizlar, kirish. Avvalo kuchukcha bilan yozasizlar. Railway bot. Xo'p, mana shunday yoziladi. Botni boshlashdan oldin start tugmasini bosib olamiz. Xo'p, botni boshlash bosdik. Salom, men Bilyabas Kvitkina Patiya kichik avtobus. O'zim tanishtiryapti bu yoqqa. Xo'p, shunga o'xshash botlar. Xo'p, eng foydali botlar. Qani ketdik. Birinchisi GT Translator bot. Xo'p, mana chiqdi. Bosamiz. Xo'p, bot nimalar qila oladi? Bu bot tarjima qilar ekan. So'z yozasiz, tarjima qiladi. Asosan til o'rganadiganlarga kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi PDF 2 doc x bot. Kuchukcha qo'ymamiz, bosamiz. Mana chiqdi. Bu bot PDF ga o'giradi. Wordga. Matn yozasiz, Wordga o'girib beradi PDF dan. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi 3-bot. Text bot. Text bot. Xo'p, qidiramiz. Mana chiqdi birinchisi. Aldanib qolmanglar. Originali username store kelish kerak mana bu. Usernamesi ham nomi ham bir xil bo'lishi kerak. Aldanib qolmanglar. Xo'p, bosamiz originalga. Boshlash. Bu bot nimalar qila oladi desanglar, rasmdan matn oladi. Rasm tashlaysizlar. Xo'p, 4-chi. 3-chi. Download bot. Bot. Xo'p, qidiramiz. Download bot. Xo'p,
ne qolib ketdi. Uzr. Download bot. Tamiz. Bu bot nima qiladi desanglar, YouTube'ga video yuklaydi. Qani 4-so'z. Bing ChatGPT bot. Küçükçe koyamiz. Bing ChatGPT bot. Xo'p, mana chiqdi, bosamiz. Botni boshlash start. Bu bot nima qiladi desanglar, AI bilan suhbat. Hamma bilgan o'sha ChatGPTning Telegram boti. Ko'rsatib beramiz. Endi internet yo'qmi deyman. Bugungi video shundan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Videoga like bosishdan chiqmasin. Aytgancha, sizda qaysi bot eng foydali bo'ldi? Kommentga yozib qoldiramiz. Like bosing va obuna bo'ling. Keyingi videolarda yanada foydalilarni ko'rsataman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.